Alloh taolaning va'dasi nima? Haq innalloha la yuxliful mi'ad. Alloh taolo aslo va'dalarga xilof qilmaydi. Jang boshlandi. Ozgina vaqt o'tar o'tmas musulmonlar qo'shini mushriklar ustidan g'alaba qozondi. Haligi tayyorlangan kichkina guruhbachalar bayroqlarga hujum qilib, mushriklarning bayrog'i qulay boshladi va orqaga qarab qocha boshladi. Shu darajadaki ular ayollarini olib kelib qo'ygan ekan orqalariga, qochib ketmaydi, tashlab ketmaydi. Ayollarini ham tashlab qochishdi. Yo'qqa qochib ketyapti. Alloh taoloning nusrati keldi. Shunaqa urushdiki, Ali ibn Abi Talib, Zubayr ibn Avvom, Hamza ibn Abdul Muttaliblar dahshat urushyapti. Mushriklar orqaga qavalmoq boshladi. Qochib boshladi. Shu vaqt islom tarixidagi bir xato yuz berdi. Mana bu joyga qo'yilgan 50 ta kamonchi Rasulullohning buyruqlari esidan chiqib, pastga qarab tushib ketib qolishdi. 42 talar, 43 talar. Ozgina 7-8 tasi qolib ketdi. Mushriklarda hali Xolid ibn Valid islomga kelmagan edi. 200 ta otliqni o'sha kishi boshqarayotgan. 200 ta otliq bilan 2-3 marta bu yoqdan hujum qilaman deb kelganda, kamonchilar qaytarib yorganda, orqada daraxtzorga yashab turgan. Mana bu kamonchilarni tushib ketganini ko'rib, 200 ta otliq bostirib kelib, qolgan qutganlarni o'ldirib, tog'ning ustidan qichqirib boshlashdi. Qaytinglar deb qochayotganlar. Endi men sizlarga vaziyatni ko'rsataman. 700 ta odam, to'g'ri? 50 tasi bu yoqda edi. Haligi musulmonlarning aksar qo'shini nariga qo'shindi, bu joydan chiqib qo'g'ilib ketayotgandi, ochiqlikka chiqib ketib qolgan. Yana bir oz qismi yaradorlarni yig'ib, yaradorlarga qarash bilan ovora edi. Yana bir qismi suv olib kelgani, boshqa olib kelgani bu tarafga Madinaga qarab yurib ketayotgandi. Yana bir qismi Rasululloh bilan mana bu burchakka kelib to'plab turishgan. Qo'shin har tarafda bo'lib turgan vaqtda, bir qismi quvalab turgan vaqtda tasavvur qiling, 1000 taga yaqin odam, ya'ni 200 soatlik dahshat degan katta qo'shin degan. 1000 taga yaqin odam degan bostirib kelyapti bu yoqda. U yoqdagilarni qaytinglar dedi, u yoqda qochib ketayotgan 2000 ta qo'shin qaytdi. Quvalab ketayotganlarni qurshab oldi. Qolgani bu yoqqa qarab Ikrima ibn Abi Jahl bilan boshqa bo'lgan chap taraf qo'shin bu yoqqa qarab turib u ham yurdi. Endi musulmonlar qo'shini har tarafda cho'chilgan holatda qurshov ichida qolib ketib qolishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida ikkita yo'l bor. Birinchisi, jim turadilar. Nimaga? Chunki o'zlarini ko'rsatsa u kishiga xatar. U kishi hali O'zbekiston xalqi uchun, Qozog'iston, Qirg'iziston butun dunyo uchun kerak. Odamlarga da'vat qilishlari kerak, o'zlarini ehtiyot qilishlari kerak. Ikkinchi yo'l esa nima? Qo'shinni bir tarafga tortish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech qachon o'zlarini tanlamaganlar.